Uzun uka va kalta aka. Shu payt ham yurmay qoladimi? Tush yetar. Belim og'riyapti-yu aka. Beli og'riyotgan ekan-da, bo'lmasa o'zi yetarardi. Gazni bos, gazni. Etsangiz olib berardim-ku. Etmayman. Boshqa unaqa qilma. Borasan, gulni berasan, seni yaxshi ko'raman deysan, bo'ldi. Nima muammo? Ha, ana. Nima ana? Mendan kichkina uka menga aql o'rgatyapti. Sallayapti yana meni. Men seni o'rtog'im emas, sallamasin. Sallama Asad, o'rtog'im-u. Aka, zaryadkaz berib turing, telefonim o'chib qoldi. Qayerdan men senga berib turaman? O'zim kutibdi, ko'rmayapsan? Hozir bozorga bormayman-ku. Bu joyga borib olishing shart emas. Mana uzun marketdan zakaz qilib yubor. Hazırlaştım. Ben. Ha, yaxshimisiz? Onam aytgan sevish degan qizsiz sizni? Dadam ham bo'laman. Bular kimlar? Singlim, mani bir o'zimni qo'yib olmaydi. Yaxshimisiz aka? O'z tushunasiz, qiz bolani bitta o'zini qo'yib bo'lmaydi. Hozir zamon boshqacha. Sizlar bemalol aylanaveringlar. Eshitishdi men shu yerdaman. Menga qarang, singlim, mabodo bo'y uzun bola yoqmaydimi? Uzun uka va kalta aka. Sardor, Bo'ladi. men mashinadan yudirib chiqaning. Ol. Endi men chiqaman, ana ukam Asad bor-ku. Asad! Ha aka, tinchlikmi? O'zim ham yuraman, mayli. Ha, kelib qoldim, chiqyapman. Voy. Hozir 1 minut. Men tushunmadim, nima bo'lyapti bu yoqda? Gaplashib o'tiribmiz aka. Voy! Sevinch, tur o'rningdan. Sizdan kutuvdim lekin. Yur gaplashib olaylik. Yur. Futbolkamni ne kiyib ketasan, ukam? Men rosa qidirdim mashina bilasanmi? Yaxshi ekan-da, kiygim keldi aka. Ha, hamma qizga keladigan bo'lsa bor, agar yo'qotgan bo'lsa gaplashur. Prosta unaqa mahallada o'tirmalaring-da. Uyga voqliroq bor, xo'p? Xo'p aka. Bo'pti. Voy. Alo. Alo. Uyga kalta ishxonada qolib ketibdi, qayerdasan? Ko'chada ishlarim bilan yuribman. 2 soatlarda boraman. Qanaqa 2 soat bo'ldi eski? O'ynab yurganim yo'q aka, ishlarim bilan yuribman. Bo'pti unda. Kusturaman, kelarsan. Kelmasang dunyodan 2.789.000 radar o. Ha to'layman aka. Voy. Senda bir so'm pul topmaysan, qanaqa to'laysan? Siz to'lavering, men sizga keyin berib yuboraman. Voy. Voy, baxki. Men o'sha yo'g'iga chidolmayman. Baxki. Yo aka, qo'ying. Ya. Davay. Aka, qo'ya qoling. O'zim to'lab olaman, bo'pti, lekin boshqa mashinani haydamaysan. Uzun uka va kalta aka. Alo, Sardor aka. Alo. Bugun shumisa bor edi. Men o'rtog'im bilan ko'chaga chiqdim. Ukangizlarni olib olasizmi? Ukammi? Yor qalaysan? Siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sardor aka, bu ukangizmi, akangizmi? Ukam? Ha, bo'y uzunisi chiroyli bola ekan-da. Tushunmadim, sen hazillashyapsan, hozir hayda oraman, jindoromsan. Yo'q, prosta yaxshi chiroyli bola ekan deb men yaxshini aytganim yo'q. Aka, Ha? bunaqa yuravermaymiz-ayu. Ovqatlanishgami, kinogami boringlar. Voy, bittada bilib qo'ydingiz, kinoga bormoqchiligimmi? Kinoga boringlar. Stop! Hech qanaqa kinoga borilmaydi. Men bu yoqda hal qilaman haqqa borishni. Ovqatlanamiz. Qornim och, tushundingmi?
Sizlarga hozir yaxshi ko'rgan shularni qo'yib beraman. Voy, bizga ham yoqadi shuna. O'shalarga boriga sensiz seni. Umuman, ashula eshitilmaydi. Uyga jim ketamiz. Hammalarni uyingizga tashlayman, boshqa bunaqa ko'rishmaymiz. Bo'ldi. Aka, aniq xalqi bera olasiz-a? Ha, ukam, prava hammasi o'zim qo'limda. O'tgan safar Do'rnikinga viloyatdan olib berdim. Senga Toshkentdan olib beramanmi? Yo'q-a? Ha. Hozir shunda 500 bilan men dokument bersam bo'ldi, To'g'ri, to'g'rimi? bir haftada chiqadi ukam praving. Bo'ldi, aka. 5. Rahmat, telefonlashamiz. Telefonga o'raman mana. Aka, bizani ish nima bo'lyapti? Yur, ayoqqa o'tgan gap borsang. Ukam, qara. Tepada bayram bo'layotganiga polni tekshirib yozibdi. Yo'q-a. Ha, bir haftada o'zim senga chiqarib beraman ukam. Aka, biroz cho'zilib ketyapti-da. Dushanbaga chiqadi. Aniq keyingi hafta dushanba. Aniq. Tezlashtiringlar, aka. Ukam, sen birinchiga qo'yib qo'yganman o'zim. Men telefon qilaman. 5 soat bo'ldi. Telefon qilaman senga. Ukam, ana tekshirlar hammasi tugadi. Xo'p. Faqat tepadagi katta xo'jayiniga 200 kirgizib yuborsa, yana ertaga obeddan keyin pravini olasan. Hal, xudo xolisa. Aniq, to'g'rimi, aka? Ha, mashina qaydan mazza qilib berasan. Adiyon qo'ygan bo'lsalar kerak mashinani. 5 ol. Malades. Alo. Xo'p, Sardor aka. Nima qo'ssa? Voy, muzika kiyintirib billa ko'chaga aylangan chiqmoqchi edik. Men kim bu bola? Voy, mushugim bor-ku, bilasiz-ku. Aka, muzik. Mushu ne kiyintiradi? Bo'pti. Bola, hozir ham mana shunday javob berib oling. Sardor aka, hozir sizga zo'r narsa ko'rsataman. Mana qarang, asalligini. Muzik. Ofoqqina shirin. Mana ham shunaqa erkalasa bo'lmaydimi? Qalaysan? Nima bo'ldi? Kasal bo'lib qopti. Ham kim kasal bo'ladi, nima yo'qmi qo'ysan? Muzik, shug'ulib qopti. Kasal bo'lgan bo'lsa tuzaladi, ne yo'qmi qilasan? Yo'q, jinimsiz o'lib qo'ysin, nima qilaman? Ne o'ladi, o'lmaydi. Nima qilamiz buni hozir? Bugun Murzik biza bilan yuradi. Hop. Sardor aka, sizga juda ham muhim savolim bor. Faqat o'ylab, keyin javob bering. Xo'p. Mana ko'rvoz menga sovchilar kelishni boshladi. Agar men ularni hammasini отказ qilib, sizga turmushga chiqadigan bo'lsam, menga bitta narsaga va'da berishingiz kerak. Nimaga? Murzik to'ydan keyin biza bilan yashashiga. Murzikmi? O'ladi Murzik. Men o'zim o'ldirib yuboraman bu Murzikni. Bu holatda biza borib. Nima gapi? Tinchimsan, charchamaysan, soatga qattiq ketdimida. Shunga ishlating. Aşkı tuttum da. Wow, like tomorrow. Ketdingmi? Aytgancha ertaga soat 7ga mashina menga kerak bo'ladi. Joyga o'tib kelaman, hop. Pashvo. O'ting. Tinchlikmi aka? Qayerga mashina bosish?
bitta bosib qo'ysang bo'ldi deydi. Yo'l beryapman senga. Qiyin emas. Bos! Bos! Yana bos! Rahmat, aka, rahmat. Ket deydi, biroq ko'tding. Voy, ugri chiqdi-ku. Ha. Ugri chiqdimi? Ha, chiqdi. Ket siqib qo'yaman. Ne mani ugrimmi? Siqas boshqaradigan ishingiz yo'qmi? Ha, qiziq bo'ladi. Ya, boshqa ishingizni qila qoling, aka. Ha, bo'pti, o'zing bilasan. Qalay endi, uka? Yaxshi, rahmat, aka, o'zingiz sumsiz. Ye. Ugri chiqdi-yu, uka. Ha, chiqdi endi, nima deysiz? Xotiromay, uka, hech nima qilmaydi. Yoshlikda bizda ham chiqqan. Rahmat, aka. Uka, bitta siqib qo'yaymi? Nima mani ugrimmi? Siqasiz, aka? G'alatiroqmisiz? Aytgan joyimga olib borib qo'ying. Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Bo'pti, ukam. Prosta so'radim-da. Вообще aytmang unaqa gaplarni, aka, g'alati-yu bu. Uzra aka. Ha, hammasi cho'tki, aka. Brat, ugri chiqdi. Ha, chiqdi, aka, kimda chiqmaydi? Любой erkak sizda ugri chiqadi. Nima hammaga yopishib oldinglar, men tushunmayapman. Yo'q, aka, hammasi chotki, prosta xohlasangiz bitta siqib qo'yaman. Sardor aka, nima bugun xafasiz? Yo, bugun qarab, kim bilan gaplashsam hamma yuzingizni siqib qo'ying deydi. O'tgan odam yuzingiz ugri chiqdi, siqib qo'ying. Nima ular boshqa qiladigan ishi yo'q, meni yuzimdan boshqa? Bilasizmi? Menda как раз Cleansit CMS bor. Bu ugri ketkazishga yordam beradi. Faqat buni ishlatishdan oldin shifokordan maslahat olish kerak. Bo'lar ekan u meni to'g'ri tushuntirsa. Men ham o'ylaydigan odam bor ekan u. Sardor aka, shuni o'zim siqib qo'yay. Shunaqa ham kech qoladimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Erkak shunaqa kech qoladimi sizlar tomonda? Yo'q, oyim aytgan qizsizmisiz? Ha, manman. Kim bor yana? Aylanamizmi? Aylanamiz, tushing. Tushaman. Oilada kenja farzandman, bankda ishlayman. Topish tutishim o'zimga. Tinchlikmi? Tinchlik, qizlik yotdi, yonidan o'tmaysiz-ku. O'zim ham shunaqa qilmoqchi edim. Короче, mana bo'lacha yerim o'ziga dostoyni, порядочный, образованный bo'lish kerak. Hop. Налево, направо yurilmaydi. Agar вдруг yurilsa, yura olmaydigan qilib qo'yaman. Yurmaydi. Haqqa yo'q bo'lib qoldi endi, Nigora. Ne baqir chaqir qilib tashasiz, suv oluvdim, suv iching. Voy, menga suv oldingizmi? Ha, sizga olish kerak ekan. Yomon qolsa o'zim olib berardim. Aylaninglu. Hayyo. Menga qarang. Qiz bolacha ozgina iboli, xayoliy bo'lish kerak. Xo'p, gapirgandimda uyalib turish kerak. Bu qaraganda nejniy bo'lib turish kerak. Xo'p. Shunda menga pretenziyangiz bormi? Именно sizga pretenziyam yo'q, lekin shunaqa qizlar bor-da, ana ularga yarashmaydi. Sizga yurishtirishingiz cho't ketibdi. Kesin. Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Siz kecha qayerda edingiz, ha? Siz menga ayting. Men hozir kecha men sizga shunaqa zo'r ovqat tayyorlab qo'ydim, kelmadingiz, Sardor aka. Sardor aka. Menga bu telefoningizni ochib bering. Nima qilasan sen bu telefonni? Siz ochib bering menga nima? Men sizning telefoningizni tekshirmoqchi emasman, to'g'ri. Menga kerak emas telefoningiz. Men borib ishimni qilaman. Maylimi? Xotin tekshirmaydi telefonni. Davay. Qo'yni, men ketaman oyimnikiga. Ketasan? Xuddi oyimdan. Siz meni jonimga tegdingiz. Faqat meni urishasiz. Qo'yni, men ketaman. Men yaxshi ko'raman seni. Yaxshi ko'rmaysiz meni. Yaxshi ko'rgan odam bunaqa qilmaydi. Men buni olib hech qanaqa o'yimga bormayman. Meni oyim ishda. O'zlari ishlari ko'p. Men hozir sizga qanaqa bir zavtrак tayyorlab beraman. Qizlarda. Dugon, senga aytadigan bitta gapim bor. Faqat jahling chiqmasin. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Akam bor-u, Sardor aka. Hop. Ular menga yoqadi-da. Voy, rostdanmi? Bizani uyga kelib kelsang bilasanmi, qanaqa xursand bo'laman. Rostdan. Bollada. Nima deganing bu? Endi yaxshi niyatda o'rta ovqatda bilasan, balki baxtli bo'lib ketarman sening bilan. Ha, bo'ldi, unaqa bo'lsa o'zim olib borib beraman. Xo'p. Cho't nitomi? Qanaqadir g'alati. Bu yoqqa вообще sig'mayapti. Ho'y. Chotki. Ana endi joyini topdi.